Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz yana bitta fayzli xonadonga tashrif buyurdik. Eshikdan kirish qismi oyoqdagi to'liq kafel qilingan. Bu yerda katta prixoj hamda shkaf kupe sifatida ishlatishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, katta bahaybat. Endilikda esa ushbu uyimiz 3 xonali uy bo'lib, barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Birinchi uyni ko'rib o'tamiz. Birinchi uyimiz bolajonlar yotoqxonasi to'liq kafel qilingan. Pardalar ilingan. Mo'ysha bo'y qilingan hamda qandillar ham osilgan. Eshiklarimiz zakazon MDF eshiklar. Bu yer oshxonamiz. Oshxonamiz ham oyoqdagi to'liq kafel qilingan. Oshxonamiz, sanuzli xonasi hamda koridorlar to'liq teplopol qilingan. Oshxonamiz sifatli mebellar bilan jihozlangan. Bu yerda duxovka, mikrovolnovka hamda muzlatgich uchun joy ham ajratib qo'yilgan. Endilikda sanuzli xonalarimizni ko'rib o'tamiz. Ushbu uyimizning afzallik tomonlaridan biri sanuzli xonasi ikkitaligida. Yuvinish xonasi, tepadan pastgacha kafeltilgan vanna mavjud. Bu yer hojatxona, tepadan pastgacha kafeltilgan van, unitaz, rakvina hamda ariston mavjud. Endilikda yotoqxonamiz kattagina kengina bo'lib, yotoqxona mebellar bilan jihozlangan. Uyimizda barcha jihozlar did bilan ta'minlangan. Ko'rishingiz mumkin. Hamda yana bitta sanuzli xonamiz, dushovoy kabina, Coco brendi unitaz ham bor. Eng asosiyini ko'rib o'tamiz. Bu yer mehmonxonamiz, hol kattagina bo'lib, bu yerni yarmini, stol yarmini mягкий zona qilib ishlatishingiz mumkin. Bu tomonda TV zona. Uyimiz fayzli xonadon bo'lib, 3 xonani tashkil qilgan holda 110 kvadrat metr barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Buxoro shahrining markazi Tsum oldidagi 7 qavatli elitli liftli uyning 2-qavatida joylashgan. Agarda sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.